Assalomu alaykum azizlar. Men Davronbek. Bu video kursimizda sizlar bilan birgalikda Java dasturlash tilini o'rganib chiqamiz azizlar. Bu video kursimizda biz sizlar bilan birgalikda nimalarni o'rganishimiz haqida bu video darsimizda biroz gaplashib o'tamiz, ma'lumot berib o'taman. Bu video kursini tushuntirish davomida sizlarga bu kitobdan foydalanaman. Ya'ni ba'zi video darslarni yoki ba'zi mavzularni tushuntirishda to'g'ridan bu kitobdan foydalanaman. Bu kitobni azizlar o'zim yozganman. Bu kitobni onlayn bir shaklda davronbekdev.uz dan yuklab olishingiz mumkin. Bu kitobning linkini videoning pastki qismi, ochiqlama qismiga linkini berib o'taman azizlar. Bu video kursimizda sizlar bilan qaysi mavzularni ko'ramiz? Bular haqida biroz ma'lumot beradigan bo'lsam, Java haqida birinchi video darslarimizda kirish qismlarida asosan Java haqida biroz ma'lumot beraman. Javaning tarixi, Java qanday o'rtaga chiqdi, nima uchun rivojlantirildi, nima uchun butun katta shirkatlar tarafidan yoki ko'plab shirkatlar dasturchilar tarafidan tanlab kelinmoqda yoki tanlanmoqda kabi ma'lumotlar berib o'taman. Keyingi qismda dasturlash tilining o'rnatish, Java dasturlash tilini kompyuterimizga yuklab olish kabi video darslar yoki qaysi idadan foydalanamiz, u idani yuklab olish kabi ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ondan keyin esa astalik bilan Java dasturlash tilining kodlariga, ya'ni kodlarni yozishni o'rganishni boshlaymiz azizlar. Birinchi darsimizda o'zgaruvchilarni o'rganamiz. O'zgaruvchi turiga o'tkazish kabi o'zgaruvchilarning asoslarini o'rganamiz. Undan keyin Java dasturlash tilidagi operatorlarni o'rganamiz. Operatorlardan keyin butun dasturlash tillarida mavjud bo'lgan va dasturlash tillarining eng muhim qismlaridan biri bo'lgan kod bloklarini o'rganamiz. If shart blogi, if else, switch case, while döngüsü, while sikli, ya'ni massive kabi qismlarni o'rganamiz, ya'ni kodlarni o'rganamiz. Ondan keyin bu qismni tugatganimizdan keyin obyektga yo'naltirilgan Java'ni o'rganamiz. Java qilgan narsa obyektga yo'naltirilganligidir. Misol uchun ya'ni butun dasturlash tillarida obyektga yo'naltirilgan qism yo'q. Misol uchun bir dasturlash tilini boshqa dasturlash tillaridan ajratadigan narsa bu obyektga yo'naltirilganligi yoki yo'naltirilmaganligi. Bugungi kunda rivojlangan dasturlash tillarining deyarli barchasi obyektga yo'naltirilgan dasturlash tillaridir. Ularning orasida Java ham mavjud. Bu obyektga yo'naltirilgan Java qismida sizlar bilan birgalikda sinflarni, obyektlarni, operatorlar, metodlar kabi yo xatolar bilan ishlash, exceptionlarni o'rganamiz. Bularni tugatganimizdan keyin obyektga yo'naltirilgan Javaning asosiy qismlariga o'tamiz. Ya'ni inheritance, polyformism, abstraktlar, interface'lar, collection'lar kabi muhim qismlarni o'rganamiz va kursimizni bu yerda tugatamiz. Xudo xolsa. Keling, bu darsimizda biroz Java haqida ma'lumot berib o'taman. Java dasturlash tili Oracle kompaniyasi tarafidan rivojlantirib borilmoqda shu onda. Ya'ni rivojlantirib borilyapti hozirda. Java dasturlash tili dunyo bo'ylab 60 milliondan ko'p dasturchilar va kompaniyalar tarafidan tanlab kelinmoqda. Java dasturlash tili hozirda juda ham ko'p moliyaviy taraflama ishlaydigan kompaniyalar tarafidan tanlanmoqda. Chunki Java dasturlash tilining eng asosiy xususiyatlaridan biri foydalanuvchining ma'lumotlarini security bir shaklda tuta olish, security bir shaklda ustida ishlash kabi
xususiyatlari bor. Bu sababdan ham moliyaviy tarafda, ya'ni moliyaviy taraflar ishlaydigan kompaniyalar ko'p tanlaydi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, O'zbekistondagi Oson.uz, Payme.uz, Click kabi kompaniyalar ham yoki shunga o'xshash kompaniyalar Java'ni tanlaydi asosan. Java dasturlashtirish Android ilovalar tayyorlashda, veb sahifalar tayyorlashda, buning kabi ko'plab sohalarda foydalanish mumkin. Deyarli barcha sohada foydalanishimiz mumkin. Machine learning, AI, ya'ni sun'iy intellektlarda deyarli barcha sohalarda foydalaniladigan bir dasturlash tili hisoblanadi. Bu video darsimizni bu yerda tugatamiz azizlar. Keyingi video darsligimizda Java dasturlash tilini qanday yuklab olib, qanday foydalanish haqida ko'rib chiqamiz azizlar.